Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz Chilonzor tumani 19-kvartalda yangi ta'mirdan chiqqan bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerdan spalnik qilishgan. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Bu yerda esa oshxonamiz kerakli barcha mebel texnikalari bilan jihozlangan. Bu yerda plan ichidan kirib kelish, o'zini stroyni shkaflari va albatta alohida sanuzeli bilan. Uyimizning orientiri Chilonzor tumani 9 eski avtoshkola. Ushbu uyimiz uchun egalari tomonidan 56.500 AQSh dollar baholanmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opisaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.